Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, tinglovchilar. Mana Soliq kodeksining 6-moddasiga yetib keldik. Soliq kodeksining 6-moddasi O'zbekiston Respublikasining soliq solishga oid xalqaro shartnomalarining qo'llanilishi. Endi xalqaro shartnomalar to'g'risida Soliq kodeksining 2-moddasida qisqacha ma'lumot berib o'tgandik. Ular qanday bo'ladi va qaysi davlatlar bilan xalqaro shartnomalarimiz mavjud, moddalari qanday bo'ladi, ular haqida qisqacha tushuntirish berib o'tgandik va ularni qayerdan olish mumkin haqida ham tushuntirishlar berib o'tgandik. Endi aynan o'sha xalqaro shartnomalarning qo'llanilishi, ya'ni soliq solishga oid xalqaro shartnomalarning qo'llanilishida o'ziga xos bir jihatlari bor. 6-modda bu mana shu yangi tahrirdagi soliq kodeksiga yangi modda, yangi norma bo'lib kirib keldi va xalqaro huquq normalariga, xalqaro normalariga mos ravishda mana shu modda ham xalqaro normalar kabi kiritildi, yangilik bo'lib kiritildi. Endi buni moddani ko'rib o'tamiz. 12 qismdan iborat, umumiy 12 qismdan iborat modda. Demak, birinchi qism boshlaymiz. O'zbekiston Respublikasining soliq solish masalalariga oid xalqaro shartnomalarini va xalqaro soliq huquqining umumiy normalarini qo'llash ushbu moddada belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Demak, mana e'tibor bering, bu yerda soliq solish masalalariga oid xalqaro shartnomalarini va xalqaro soliq huquqining umumiy normalarini qo'llash ushbu moddada belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni barcha xalqaro shartnomalar bo'yicha amalga oshirilayotgan mana shu soliq solishga oid masalalar 6-modda normalari qo'llanilgan holda amal qilishi ta'kidlanyapti. Endi bu nima degani? 6-moddaga o'zi mana kodeksni kuzatib, kodeksni ko'rib chiqsangiz 354, 357 va 400-moddalarda 6-moddaga silka berilgan. Ya'ni mana misol qilib ko'ramiz. 354-moddani ko'rsak, 354-moddada mana daromadni olish haqiqiy huquqqa ega bo'lgan norezident tomonidan mana bu pastrog'ida kodeksning 6-moddasi qoidalarining hisobga olgan holda qo'llaniladi degan normalar kiritilgan. Ya'ni 357-moddada ham 4-qismida 6-moddaga to'g'ridan-to'g'ri silka berilgan. Endi bu moddalar o'sha norezidentlarning O'zbekiston Respublikasidan olgan daromadlarga soliq solish va soliq agenti tomonidan uni ushlab qolish tartibi to'g'risida moddalar bular. Bu moddalarda ta'kidlanganki, 357-moddaning 4-qismini ochadigan bo'lsak, daromadlar norezidentga dividendlar, foizlar va yoki royalti tarzida to'langanda basharti norezident ushbu daromadlarga bo'lgan huquqqa haqiqatda ega bo'lsa, soliq agenti O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi va ushbu kodeksning 6-moddasida belgilangan qoidalarni nazarda tutilgan soliq solishdan ozod qilishni yoki pasaytirilgan soliq stavkasini qo'llaydi. Ya'ni bu yerda aniq aytilyapti, dividendlar, foizlar va royalti tarzida to'langan bo'lsa, agar norezidentga daromadlari shu dividendlar, foizlar yoki royalti tarzida to'langan bo'lsa, demak chegara qo'yilyapti. Aynan shu daromadlar to'lansa, 6-modda qoidalari qo'llaniladi deyilyapti. Lekin 6-moddani o'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsangiz, u yerda umumiy barcha holatlar uchun umumiy normalarni qo'llash bo'yicha barcha normalarga taalluqli deb ta'kidlanyapti. Endi bu nima degani? Endi tovarlarga taalluqli emas. Tovarlar olganingizda u aniq. Bu asosan xizmatlarga taalluqli. Ya'ni agar siz norezidentlardan xizmatlarni qabul qilsangiz, ular sizdan xizmatlar ko'rishda daromadlarni olishsa, o'shanda 6-modda normalari qo'llaniladi barcha holatlarda deyilyapti. Hozir quyida qolgan 11 ta qismni ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, bu amaliyotda aynan barcha holatlarda 6-modda normalarini qo'llash imkonsizligi, ya'ni qo'llasa bo'ladi, lekin juda ko'plab qo'shimcha hujjatlarni yig'ish talab qilinishi bois asosiy endi bizda amaliyotda shu narsa
qo'llaniladi. Dividendlar, foizlar va royalty tarzida daromadlar to'langanda albatta 6-modda normalariga rioya qiling. Qolgan holatlarda daromadga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs bo'yicha to'liq ma'lumotlarni yig'masligingiz mumkin. Lekin bu bo'yicha yana ham aytib o'taman, cheklovlar yo'q. 6-modda normalarida shu narsa ko'rinadiki, barcha agar norezidentlar olgan barcha daromadlarda siz haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlashingiz kerak deb kerakligi aytilgan. Lekin bu narsani amaliyotda hamma xizmatlaringiz uchun, ya'ni norezidentlar olgan hamma daromadlari uchun agar bu moddani normalarni qo'llaydigan bo'lsangiz, juda ko'plab o'sha qo'shimcha hujjatlarni yig'ishingiz kerak bo'ladi. Lekin amaliyotdan shu narsa ko'rinadiki, agar sizda yirik bitimlaringiz bo'lsa, xizmatlar bo'yicha ularda albatta 6-modda normalarini qo'llashingiz kerak bo'ladi. Demak, sizga endi amaliy maslahat, agar sizda xizmatlar ko'p bo'lsa, ya'ni norezidentlarning sizdan oladigan xizmatlar bo'yicha daromadlari ko'p bo'lsa, dividendlar, foizlar va royalty ko'rinishidagi daromadlar bo'lsa, unda albatta 6-modda normalarini qo'llaysiz. Yirik bitimlaringiz bo'lsa, xizmatlar ko'rsatish bo'yicha norezidentlar sizga xizmat ko'rsatib beryapti, daromad olyapti, bitim summasi yirik. Yirik degani endi 10 ming, 20 ming, 100 ming, 1 million bo'lishi mumkin xizmatlar dollarda yoki chet el boshqa valyutasida. Xuddi shunday bitimlarda siz albatta 6-modda normalarini qo'llang. Kichkina bitimlarda qo'llamasligingiz mumkin, lekin harakat qiling barcha mana shu xizmatlar bo'yicha, ya'ni norezidentlarning olgan daromadlari bo'yicha shu modda normalarini qo'llashga. Xo'sh, keyingi qismi. Ikkinchi qism O'zbekiston Respublikasi tomonlardan biri bo'lgan ikki yoqlama soliq solishning oldini olish va soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlashni bartaraf etish masalalarini tartibga soladigan xalqaro shartnoma qoidalari shunday shartnomani tuzgan bir yoki ikkala davlatning soliq rezidentlariga nisbatan qo'llaniladi. Ya'ni bu yerda qo'shimcha izoh o'tish shart emas. Moddani shu qismni o'zida to'liq tushuntirib o'tilyapti. Xalqaro shartnomalar o'sha xalqaro shartnomani tuzgan ikkita taraf, ya'ni ikkita taraf uchun, ikkita tarafning rezidentlari uchun xizmat qiladi va o'shalar uchun qo'llaniladi. Uning normalari o'shalar uchun qo'llaniladi. Agar mana ushbu moddaning ikkinchi qismi qoidalari O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi tuzilgan davlatning soliq rezidentiga nisbatan, agar soliq rezidenti ushbu xalqaro shartnoma qoidalaridan mazkur xalqaro shartnoma tuzilgan davlatning soliq rezidenti bo'lmagan boshqa shaxs manfaatlarini ko'zlab foydalansa, tatbiq etilmaydi. Endi bu nima degani? Mana oddiy qilib aytadigan bo'lsak, buni bitta aniq bir misol keltiramiz. Masalan, bizda Germaniya bilan shartnoma bor. Xalqaro shartnoma, buni o'sha 2-moddani o'zida ham ta'kidlab o'tgandik. Germaniyaning korxonasi bizdan dividend oladi deylik. Dividend olganda, lekin shunday narsa aniq bo'lsa-ki, agar o'sha Germaniya Federativ Respublikasidagi bizning ta'sischimiz, bizning o'sha ishtirokchimiz, ustavdagi ishtirokchimizning o'zida uning ta'sischisi boshqa davlat, ya'ni keling Braziliya deylik yoki boshqa davlatlar, biz shartnoma tuzmagan davlatlarning rezidenti ekanligi aniqlansa, unda xalqaro shartnoma normalari qo'llanilmaydi deyilyapti bu yerda. Buni quyida hozir keyingi moddaning keyingi qismlarida yana aniqroq misollar bilan tushuntirib o'tamiz. Bu yerda aytmoqchiki, xalqaro shartnomalar o'sha 2-3 qismdan qisqacha xulosa, xalqaro shartnomalar o'sha ikkita davlat uchun xizmat qiladi. Ikkita davlat rezidentlari uchun u normalar xizmat qiladi. Agar haqiqiy daromad oluvchi boshqa davlat rezidenti bo'lsa, xalqaro shartnoma tuzilmagan davlat rezidenti bo'lsa, bu normalar qo'llanilmaydi. Demak, 4-qism ushbu moddaning 5-12-qismlari qoidalari O'zbekiston Respublikasi xalqaro shartnomasiga muvofiq to'lov manbaida
daromad olish uchun haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlash uchun qo'llaniladi. Mana moddaning asosiy mazmuniga yetib keldik. Ya'ni o'zi 6-moddaning maqsadi daromadni to'lov manbaidan daromadni olish uchun haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlash. Ya'ni 6-moddada nima deyapti? Xalqaro shartnomalar tuzildi ikkita davlat o'rtasida va mana shu ikkita davlat o'rtasida tuzilgan xalqaro shartnoma ikkita davlatning rezidentlari uchun amal qilishi kerak. Soliqdan qochish maqsadida yoki boshqa maqsadlarda, huquqni suiiste'mol qilish maqsadlarida bo'lishi mumkin. Bunday holatlar amaliyotda ham kuzatilgan. Ya'ni boshqa shartnoma, biz bilan xalqaro shartnomasi yo'q davlatlar haqiqiy daromadni haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs bo'lishi mumkin. Masalan, boya yuqoridagi misolimizda Germaniya Federativ Respublikasi braziliyalik rezidentlar firma ochib, bizga ta'sischi bo'lib kirib, bizdan dividend olayotgan bo'lsa, unda xalqaro shartnoma normalari qo'llanilmaydi. Biz o'sha haqiqiy daromadni oluvchi kimligini aniqlab olishimiz kerak va buni aniqlash mana 5-12 qismlar qoidalarida keltirilgan. Demak, 5-qismda yuridik shaxs tomonidan to'lanadigan daromadlardan mustaqil ravishda foydalanish va yoki ularni tasarruf etish huquqiga ega bo'lgan shaxs. Demak, daromadlardan mustaqil ravishda foydalanishi kerak, ularni mustaqil ravishda tasarruf etish huquqiga ega bo'lgan shaxs yoxud uning manfaatlarini ko'zlab bunday daromadlarni tasarruf etishga vakolatli bo'lgan o'zga shaxs ushbu daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs deb e'tirof etiladi. Bunda bu huquq ushbu yuridik shaxsda bevosita va yoki bilvosita ishtirok etish yoki uning ustidan nazorat bo'lganligi yoxud boshqa holatlar tufayli yuzaga kelganligi ahamiyatga ega emas. Demak, mana haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs daromadni mustaqil ravishda foydalanishi kerak, ularni tasarruf etish huquqiga ega bo'lishi kerak va yoxud uning manfaatlarini ko'zlab bunday daromadlarni tasarruf etishga vakolatli bo'lgan o'zga shaxs bo'lishi kerak. Mana shular haqiqiy huquqqa, ya'ni daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs deb e'tirof etiladi. Mana shu xalqaro shartnoma tuzilgan davlatlarning rezidenti mana biz ishlasak, o'shalardan ular haqiqiy o'sha daromadni olishga haqiqiy huquqqa egami, ega emasmi biz birinchi aniqlab olishimiz kerak. Buni aniqlashda mana shu normalarga e'tibor qilinadi. Hozir quyida yana sanab o'tamiz buni qanday aniqlashni. Demak, birinchisi mustaqil ravishda foydalanish kerak daromadlardan, ularni tasarruf etish huquqiga ega bo'lgan shaxs bo'lishi kerak. Ketdik. Yuridik shaxs tashkil etmagan tuzilmaning daromadlariga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs xuddi shunday tartibda aniqlanadi. Demak, yuridik shaxsda ham xuddi shunday aniqlanadi. Daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlashda ushbu moddaning 5-qismida ko'rsatilgan shaxslar tomonidan bajarilgan vazifalar, shuningdek ular qabul qiladigan tavakkalchiliklar inobatga olinadi. Demak, tavakkalchiliklar ham kimni bo'ynida bo'lsa, o'sha daromadga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs hisoblanadi. Endi bitta aniq misol keltiramiz. Masalan, A korxona O'zbekiston Respublikasi rezidenti hisoblanadi. Uning ta'sischilaridan biri B kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi norezidenti bo'lib, Germaniya davlati rezidenti hisoblanadi. Lekin amalda B kompaniyasining ustavidagi asosiy ulushi O'zbekiston Respublikasi rezidenti fuqarosi, O'zbekiston Respublikasi rezidenti, ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Sobirovga tegishli. Mazkur holatda B kompaniyaga to'lanadigan to'lov manbaidagi dividendga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs, ya'ni haqiqiy benefitsiar Sobirov hisoblanadi. Mana O'zbekiston fuqarosi Germaniyada borib o'zi firma ochgan bo'lsa va u yerdan turib O'zbekistonning firmasiga asos solib, u yerdan dividend olayotgan bo'lsa, unda haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs, ya'ni daromadga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs shu O'zbekiston Respublikasi rezidenti hisoblanadi. Va bunday holatda qanday qonunchilik normalari qo'llanishini keyingi moddalarda ko'rib o'tamiz.
Masalan, tavakkalchiliklar ham shu jumladan Sobirovda bo'ladi. Agar Germaniyaning fuqaro o'sha ochilgan korxonasi bankrotga uchrasa yoki boshqa holatlar bo'lsa, bunda tavakkalchiliklar ham o'sha Sobirov zimmasida bo'lishi kerak bo'ladi. Mana bu misolni keltirib o'tdik. Xo'sh, keyingi qismi 8-qism. Agar O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan olinadigan daromadlarni tasarruf etishga nisbatan chet ellik shaxs cheklangan vakolatlarga ega bo'lsa, hech qanday boshqa vazifalarni bajarmasa va hech qanday tavakkalchilikni o'z zimmasiga olmasa, bunday daromadlarni bevosita yoki bilvosita boshqa shaxsga to'lagan, to'liq yoki qisman holda ushbu boshqa shaxsning manfaatlarini ko'zlab, mazkur daromadlarga nisbatan vositachilik vazifalarini amalga oshirsa, bu chet ellik shaxs O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan olinadigan daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega deb e'tirof etilmaydi. Mana bu norma 8-qism yuqoridagi 3 qismning teskari holatini tushuntirib beryapti. Ya'ni bekorxonaning holatini tushuntirib beryapti. Mana misolda. Yuqoridagi misoldan B kompaniyasi hech qanday tavakkalchilikni o'z zimmasiga olmaydi. Bu yerda tavakkalchilik Sobirov zimmasida. Tushgan daromadlarni Sobirovga to'lab beradi, o'tkazib beradi. B kompaniyasi vositachilik vazifalarini amalga oshiradi. Ya'ni nomiga ochilgan u aslida Sobirovga tegishli. Bunday holatda B kompaniya daromadga nisbatan haqiqiy huquqqa ega deb e'tirof etilmaydi. Daromadga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs Sobirov bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi rezidenti. Moddaning 9-qismi. O'zbekiston Respublikasidagi manbalardan daromadlarni bunday daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lmagan chet ellik shaxsga to'lash chog'ida, ya'ni huquqqa ega bo'lmagan shaxsga to'lash chog'ida, agar to'lov manbaida bunday daromadlarga ularning bir qismiga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs ma'lum bo'lsa, to'lanayotgan daromadlarga soliq solish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Mana soliq solish bunda endi qanday bo'ladi? Ya'ni bizda shunday holat kuzatildi, shartnoma tuzilgan, xalqaro shartnoma mavjud bo'lgan davlat bilan shartnoma tuzganmiz. Ular bizga xizmatlar ko'rsatib beradi yoki dividend ko'rinishda, foiz ko'rinishidagi daromadlar, royalti ko'rinishidagi daromadlarni oladi. Biz ularga endi to'lovlarni amalga oshirishimiz kerak, daromadlarini to'lashimiz kerak. Va bunda quyidagi holatlar bo'ladi. Agar ular haqiqiy huquqqa ega emasligini aniqlaganimizda quyidagi holatlar yuzaga keladi. Demak, birinchi holat: agar to'lanayotgan daromadlarga ularning bir qismiga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs O'zbekiston Respublikasining soliq rezidenti bo'lsa, mana xuddi bizning misolda mana keltirdik-ku. A kompaniyaning ta'sischisi Germaniya kompaniyasi, B kompaniya va uning ta'sischisi o'z navbatida Sobirov. Sobirov O'zbekiston Respublikasining rezidenti bo'lsa deyapti. Bunday holatda nima bo'ladi? To'lanayotgan daromadga yoki uning bir qismiga soliq solinishi O'zbekiston Respublikasining soliq rezidentlariga nisbatan ushbu kodeks qoidalariga muvofiq amalga oshiriladi. Demak, xuddiki biz O'zbekiston Respublikasi rezidentiga daromadni to'layotganimizdek soliqni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Bunda to'lanayotgan daromadlarga ularning bir qismiga taalluqli soliq agar to'lov manbai o'zi hisobga olingan joydagi soliq organini xabardor qilgan bo'lsa, ikkinchi variant, yoki to'liq ushlab qoladi to'lov manbaida, yoki xabardor qilgan bo'lsa, to'lov manbai tomonidan ushlab qolinmaydi. Mana demak, ikkita holat bor bu yerda. Bizda aniq bo'ldi, o'sha Germaniya Federativ Respublikasidagi mana shu B kompaniyaning haqiqiy daromadiga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs Sobirovligi aniqlandi va biz bunday holatda qanday yo'l tutishimiz kerak? Bunday holatda, demak, birinchi yo'l to'lanayotgan daromadlarga soliq O'zbekiston Respublikasi rezidentiga o'xshab soliqlarni ushlab qolishimiz kerak, yoki
tegishli tartibda soliq organini xabardor qilishimiz kerak. Ya'ni o'zi ro'yxatda turgan joydagi, ya'ni biz qayerda ro'yxatda turgan bo'lsak, ya'ni A korxona qayerda ro'yxatda turgan bo'lsa, o'sha soliq organini xabardor qilish kerak. Endi xabardor qilish tartibi qanday bo'ladi? Bunday xabardor qilish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Mana Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 10-martdagi 111-sonli qaroriga 1-ilovada xabardor qilish tartibi qandayligi to'liq ko'rsatib o'tilgan. Chet ellik shaxslarga daromadlar to'langanligi yuzasidan soliq organini xabardor qilish tartibi. Qachonki biz aniqladik, o'sha chet ellik shaxsga biz, ya'ni chet ellik firmaga biz daromad to'lab beryapmiz, lekin uni haqiqiy daromadga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsi O'zbekiston Respublikasining rezidentligi aniqlandi va biz uni to'lov manbaida ushlab qolmaymiz. Agar ushlab qolishimiz ham mumkin. Ushlab qolmasak, o'zimiz joylashgan hududdagi soliq organini xabardor qilishimiz kerak bo'ladi. Xabardor qilish tartibi mana shu 111-sonli nizomning 1-ilovasida keltirilgan. Saytga kirsak ham MySoliq.uz'da elektron shakllarda 423-kodga kiradigan bo'lsak, mana 423 423.001 daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs O'zbekiston Respublikasi soliq rezidenti bo'lib, mazkur daromadlar chet ellik shaxsga to'langanligi to'g'risida xabarnoma. Mana shu xabarnoma paketidan siz tegishli bandlarni to'ldirasiz. Ilovasi bor, ilovasini to'ldirib shuni yuborib qo'yish kerak bo'ladi. Endi buni yuborish tartibi mana shu Vazirlar Mahkamasining 111-sonli qarorida bor. 1-ilovasida. Shundan ko'rib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu qachon yuboriladi? Yana bir bor ta'kidlab o'taman. Agar siz xalqaro shartnoma mavjudligiga qaysidir davlat bilan shartnoma tuzdingiz, rezidenti bilan, lekin aniqladingizki, u yerdagi o'sha siz shartnoma tuzgan korxonaning haqiqiy daromad oluvchi shaxsi O'zbekiston Respublikasi rezidentligi aniqlandi. Bunday holatda siz xalqaro shartnoma qoidalariga asosan unga daromad o'sha to'lov manbaida soliqni to'liq ushlab qolishingiz mumkin. Xuddiki O'zbekiston Respublikasi rezidentning daromadidan qanday soliqlar ushlab qolasiz, xuddi shunday soliqlar ushlab qolishingiz mumkin. Yoki soliqlarni ushlab qolmasdan o'zingiz joylashgan hududdagi soliq organini xabardor qilsangiz bo'ldi, soliqlarni ushlamasingiz mumkin. Bu soliq organi o'zi o'sha rezidentga aloqaga chiqadi va soliqni to'latish choralarini ko'radi. Keyingi holat, ikkinchi holatda qanday bo'ladi? Agar to'lanayotgan daromadlarga ularning bir qismiga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs soliq solish masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bilan amaldagi xalqaro shartnoma mavjud bo'lgan davlatning soliq rezidenti bo'lsa, to'lanayotgan daromadlariga va ularning bir qismiga soliq solishga nisbatan mazkur xalqaro shartnoma qoidalari qo'llanadi. Bu nima demoqchi? Siz mana shartnoma tuzdingiz. Shu A korxonasiz B korxona bilan shartnoma tuzdingiz. B korxona Germaniya Federativ Respublikasining rezidenti, ya'ni biz uchun norezident. Germaniya bilan O'zbekiston o'rtasida xalqaro shartnoma bor. Endi o'zi o'sha B korxonaning, Germaniya rezidenti hisoblangan B korxonaning haqiqiy daromadiga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsi Rossiya Federativ Respublikasining rezidentligi aniqlandi. Bunday holatda nima bo'ladi? Bunday holatda Rossiya bilan tuzilgan xalqaro shartnoma normalari qo'llaniladi. Tushunarli bo'ldi? Demak, bunday holatda Rossiya bilan tuzilgan xalqaro shartnoma qo'llaniladi. Chunki daromadga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs Rossiya rezidenti bo'lsa, shunday holat kuzatiladi. Demak, ko'rsatilgan qoidalar basharti daromadlar to'lanadigan va bu daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lmagan shaxslarning doimiy turgan joyi soliq solish masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bilan amaldagi xalqaro shartnomaga ega bo'lgan davlat hudud bo'lsa qo'llaniladi. Demak, aytilyaptiki, agar biz
masalan Braziliya bilan shartnomamiz yo'q, O'zbekiston Respublikasida Braziliya bilan shartnomani tuzdik. Lekin Braziliyadagi korxonaning haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsiy daromadlariga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsi Germaniya Federativ Respublikasining fuqarosi rezidenti bo'lsa, bunday holatda bu normalar qo'llanilmaydi. Ya'ni Germaniya bilan tuzilgan xalqaro shartnomaning normalari qo'llanilmaydi. Chunki dastlabki tuzgan shartnomamizni o'zi, masalan Braziliya bilan tuzdikmi, Braziliya bilan bizda xalqaro shartnoma mavjud emas. Bunday holatda biz to'g'ridan-to'g'ri shu yerda to'lov manbaida soliqni ushlab qolishimiz kerak va to'lashimiz kerak bo'ladi. U yerda daromadga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs biz bilan xalqaro shartnoma tuzgan davlatning rezidentligidan qat'iy nazar, demak O'zbekiston Respublikasining o'zida soliq ushlab qolinadi. Demak, keyingi qismda agar daromadlar to'lanadigan va bu daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lmagan shaxsning doimiy turgan joyi soliq solish masalalari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi bilan amaldagi xalqaro shartnomaga ega bo'lmagan davlat hudud bo'lsa, soliq to'lov manbaida mazkur kodeks bilan belgilangan soliq stavkalari bo'yicha ushlab qolinadi. Agar bunday daromadlar ushbu daromadlarga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lmagan va bu daromadlarga ularning bir qismiga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs qaysi davlat hududi rezidentligi ekanligi o'ziga ma'lum bo'lmagan shaxsga to'lansa, to'lov manbaida soliq ham soliq stavkalari bo'yicha ushlab qolinadi. Demak, bu yerda masalan A korxona O'zbekiston Respublikasi rezidenti hisoblanadi. Uning ta'sischilaridan biri B kompaniyasi O'zbekiston Respublikasi non-rezidenti bo'lib, Braziliya davlatining rezidenti hisoblanadi. Bunda O'zbekiston va Braziliya o'rtasida ikki yoqlama soliqqa tortish bo'yicha xalqaro shartnoma mavjud emas. Bunday holatda soliq to'lov manbaida soliq kodeksi belgilangan tartibda va soliq stavkalari bo'yicha ushlab qolinadi. Demak, bunga e'tibor qilish kerak. Keyingi qismda xalqaro shartnomada O'zbekiston Respublikasi tomonidan belgilangan vakolatli organ O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi qoidalariga muvofiq chet davlatning vakolatli organidan chet davlat soliq to'lovchisi tomonidan O'zbekiston Respublikasida bajarilmagan soliq majburiyatlarini bajarilishiga ko'maklashish to'g'risida so'rashga haqli. Endi bu o'zaro davlatlar o'rtasida xalqaro shartnoma imzolanganda bu punkt albatta kiritiladi. Ya'ni ularning rezidentlarining bizda to'lanmay qolgan soliqlari bo'lsa yoki bizning rezidentlarning boshqa xalqaro shartnoma mavjud bo'lgan davlatlarda to'lanmay qolgan soliqlari bo'lsa, ular o'zaro hamkorlik asosida buni to'latirishni birgalikda yordamlashishlari mumkin. Mana 6-modda normalari shular, 6-modda normalari shular. Endi demak, 6-moddada nima demoqchi? Qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, 6-moddadan demak biz xalqaro shartnomasi bor davlat bilan shartnoma tuzdik. Rezidenti bilan o'sha xalqaro shartnoma O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasi mavjud bo'lgan davlatlarning rezidentlari bilan o'zaro iqtisodiy faoliyatni olib bordik. Ular bizga qandaydir xizmatlar ko'rsatib berdi yoki dividend ko'rinishidagi, foiz ko'rinishidagi, royalty ko'rinishidagi daromadlarni oldi bizdan. Bunday holatda biz ularga daromadlarni to'lab berish chog'ida aniqlashimiz kerak. Haqiqatan ular daromadga haqiqiy huquqqa ega bo'luvchi shaxsmi yoki yo'qmi? Uni qanday aniqlash tartibini moddaning sharhida ko'rib o'tdik. Shunaqa shaxsmi yo'qligini bilish kerak, aniqlash kerak va aniqlangandan keyin shunga qarab, mana shu modda normalariga qarab, haqiqatan ham o'sha davlat rezidenti bo'lsa, soliqlarni o'sha xalqaro shartnoma normalarini qo'llashimiz mumkin bo'ladi. Endi haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs to'g'risida to'liqroq ma'lumot olish uchun mana o'zi haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsning ikkinchi nomi, chetda ko'proq tarqalgan nomi benefitsiar deb nomlanadi. YouTube kanallarda yoki boshqa kanallarda benefitsiar deb yozsangiz, tushuncha berish videolari juda ko'p. Videolar kelib chiqadi. Bularni ko'rib o'zingiz uchun yana xulosa chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Keyin endi savol tug'iladi, tabiiyki, bizda
daromadga nisbatan haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxs qanday aniqlanadi? Biz uni qanday aniqlaymiz? Nima qilishimiz kerak? Endi bu moddada o'sha daromadga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlagin, o'shanga daromadni to'lagin, kim olyapti daromadni aniqlagin degan jumlalar bor, lekin uni qanday aniqlash to'g'risida aniq fikr bildirilmagan. Ya'ni biz qanday amaliyotda nima qilishimiz kerak degan savol tug'iladi. Bu tabiiy holat, hammada ham tug'ilishi mumkin. Demak, bunda biz nima qilamiz? O'sha har bir korxona xorijiy hamkor bilan bitim tuzayotgan paytimizda soliq agenti sifatida xorijiy kompaniyaga daromadlar to'lash lozim darajada e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ya'ni undan biz haqiqatan uning o'sha daromadni olishga haqiqiy huquq egaligini isbotlovchi hujjatlarni olishimiz kerak. Bunda nimalar bo'ladi? Masalan, daromadni tasarruf etish huquqi va uni qandaydir hujjatlar bilan tasdiqlanishi. Masalan, amaliyotda bitta holat ko'rganman. Ulardan shunday xat olganmiz. Ya'ni o'sha bu yerda chet el kompaniyasi nomi bizning nomimizga udimlikni bergan. Qachonki mana haqiqatan daromadni olish huquqiga ega bu firmani mana shu ta'sischisi, bu aynan o'sha xalqaro shartnoma o'tkazilgan davlatning rezidentligini tasdiqlovchi. Mana shunday fikrlarni bildirgan xabarnoma shaklida. Bu o'sha biz shartnoma imzolagan chet el kompaniyasidan olingan ma'lumotnoma. Bu ham bitta asos bo'lib xizmat qiladi. Xuddi shunaqa ma'lumotnoma olib qo'yishingiz mumkin. Bu ham asos bo'ladi. Yoki o'zingiz ulardan yana qo'shimcha xodimlari to'g'risida yoki daromadni tasarruf etish bo'yicha rejalari to'g'risida qanaqadir ma'lumotnomalar so'rab olishingiz mumkin. Mana ekranda sekin tepadan pastga qarab tushiraman. Shunda o'zingiz uchun xuddi shpargalkaday foydalanishingiz mumkin. Xuddi shunday mazmunda xat olib qo'yganmiz amaliyotda va bu soliq organi bunga hech qanaqa e'tiroz bildirmagan. Xo'p, 6-modda normalari shular. Rahmat e'tiboringiz uchun. Endi bu amaliyotda qo'llash sal qiyinroq bo'lgan moddalardan biri, lekin qo'llanishi kerak, bunga e'tibor qilish kerak. Albatta o'sha asosan o'sha chet xorijiy hamkorlar bilan ishlayotgan paytda o'sha dividend, foiz ko'rinishidagi va royalti ko'rinishidagi daromadlarda albatta daromadga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlashimiz kerak. Boshqa holatlarda ham o'zi aniqlanishi kerak. Bunday olganda, chunki 6-moddada cheklovlar yo'q, lekin asosan dividend, foiz va royalti ko'rinishidagi daromadlarga e'tibor qaratilgan. Keyingi mana moddalarda ham boshqa holatlarda ham e'tibor qaradigan bo'lsak, aynan o'sha 3 turdagi daromadga aynan mana shu daromadga haqiqiy huquqqa ega bo'lgan shaxsni aniqlash majburiyati yuklatilgan. Rahmat e'tiboringlar uchun, vaqt ajratganingiz uchun. Endi fikrlar bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa, izohlarda kutib qolamiz. Charchamanglar.